Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim 1-ci qism. 82-ci bab. Meryem oğlu İsa aleyhisselam bilen Deccal'ның bayanı toğrusida. 379-ci hadis. İbn Ömer radiyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Men bugün kecha özümni Ka'baning yanında gördüm. Buğday öňlük bir kişini gördüm. O sen görgen buğday öňlük kişilerinin en güzelleri. Onun möğrüsigacha çeçi barken. O en güzel çeçtir. O çeçini taravaptı. Çaç suv temitip durdu. O iki kişi görünüp Beytullah tavaf kılıyordu. Bu kim dep sorasam Meryem oğlu İsa değildi. Andın qattiq büdür çaç, on közü kör, gözü sokma üzümdek ölengü bir kişini gördüm. Bu kim dep sorasam Mesih Deccal değildi. Malik, Ahmet, Beyhaqi toplagan. Bu hadiste bir kishi arqılıq İsa aleyhisselam bilen Deccal suretlep berildi. Deccalni İsa aleyhisselam düşüp öldürüşü sahih. 380-ci hadis. İbn Amr radiyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Agah bulunlar ki hakikaten Mesih Deccal on közü kördür. Xuddi onun közü sok özümdek örlep çıqılıqtır. Men bugün kecha özümni Ka'baning oldida ko'ribdiman. Nagahan sizlar ko'radigan buğday o'nlik kishilarning eng güzeli bo'lgan buğday o'nlik bir kishi ko'rindi. Uning sochlari ikki mo'rasiga tegib yelpinib turdi. Sochlari tarog'liq, suv temib turdi. Bu ikki qo'lini ikki kishining mo'rasiga qo'yib, shu ikki kishining orasida Baytullohni tavob qilyotdi. Men bu kim desam, bu Maryam o'g'li Masih Aysodir dedi. Ondan keyin uning kaynidan yana bir qizil tuguni ko'rdim. Sochlari chuvuq, sat, büdür qilingan, o'ng ko'zi ko'ri xuddi Ibn Qatanga o'xshaydi. U ikki qo'lini ikki kishining mo'rasiga qo'yib Baytullohni tavob qilyotdi. Men bu kim desam, ular bu Masih Dajjal bo'ladi dedi. Buxoriy, Muslim, Bayhaqi. 382-ci hadis. Cabir radiyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Baytul Muqaddasga sayr qildirilgan ish to'g'risida meni Qurayshlar inkor qilib yolg'onchi degan chaqda men Ka'baning g'arbidagi aylanma tosh tomning ustida turdim. Alloh taolo menga Baytul Muqaddasni ro'shan ko'rsatdi. Men uning qarab turib ularga uning alomatlarini xabar qilib keltirishga boshladim. Buxoriy, Muslim, Ahmad, Bayhaqi, Tirmizi, Nasailar to'plagan. 383-ci hadis. İbn Ömer radiyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Bir chaqda men uxlab o'tib, tushimda o'zimni Ka'bani tavob qilib ko'rdim. Nagahan buğday o'nglik, chechi mo'risiga tushadigan, chechidan suv temib turadigan ikki kishining orasida turib Ka'bani tavob qilayotgan bir kishi turdi. Men bu kim desam, ular bu Maryam o'g'li İsa dedi. Ondan men u yoq bu yoqqa qarashga boshladim. Nagahan usqonliq, qizil, sochlari chuvuq, budra, o'ng ko'zi ko'r, xuddi Közü soq müzümdek ölüp çıkıp kalgan set bir kişini gördüm. Bu kim buludu desem, ular bu Deccal dedi. Onunla kişilerinin bek okşap gittiğini İbn Qatan eken. Muslim toplagan sahih. 384-ci hadis. Ebu Hureyre radiyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Hakikaten men özümni Miraç kişisi asmandan tushgandan keyin Hicrida, yani Ka'baning g'arbidagi aylanma tosh tomning ustida yana bir xotirda Makkada ko'rdim. Qurayshlar bo'lsa Menden mening sayr qilishim to'g'risida Baytul Muqaddas to'g'risida nurg'un narsalarni so'radi. Men uni obdan yod olmoqqa, zehnimni saqlay olmoqqa qattiq qiynaldim, g'am qildim. Men unda xijil bo'lib qiynalib boqmagan. Ondan Alloh taolo menga Baytul Muqaddasni egiz ko'tarib ko'rsatdi. Men uning qarab turib, ular so'ragan narsaga bir-birlab xabar qilib javob berdim. Men yana shu kechasi o'zimni payg'ambarlar jamoati ichida ko'rdim. Nagahan Musa alayhissalom turdi. U namoz o'qiyotdi. Nagahan u shanuat erlarda qusqonliq kelishgan, pakize, müdürçez kişiyken. Nagahan İsa aleyhisselam öğürtürüp namaz okuyordu. Bu namaz zikri, dua mənisi bulup, bunu bizdigen İsa'ya kişilerinin en okşap bitirdiğine Urvet İbni Mesud soqqani eken. Nagahan İbrahim aleyhisselam kıyamda turup namaz okuyordu. Kişilerinin onunla en okşap bitirdiğine sahibinler, yani men ikenmen. Namaz vakti geldi. Men onlarga imam boldum. Namazdan farık bolganımda birisi bana ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu dozoqni boshqaruvchi Malik Xazim bo'ladi. Salom qil dedi. Men uning qarasam, u menga bosh salom qildi. Muslim 251-hadis. Sahih. 83-bab. Sidratul Muntahaning bayoni to'g'risida. 385-hadis. Abdullah radhiyallohu anhudan Rasulullah sallallohu alayhi vasallamni sayr qildirilganda Sidratul Muntahaga opirilibdi.
Bu daraxt 6-cı qavat osmonda bo'lib, zamindan yuqori o'rlagan narsa shu daraxtning yoniga yetkazilib, ondan yana shuningda elingan. Uning ustidan tushgan narsami shu daraxtning yana to'xtatilib, ondan yana shuningdan elingan. Bu Sidratul Muntahani olimlarning Parvardigorining nuri qoplagan chog'da ko'rdi degan oyatni tafsir qilib, bu oyatdagi oltin parvonalardir dedi. Va yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bu kechasi 3 narsa berilgan. Birinchi, 5 vaqt namoz berildi. Ikkinchi, Sur Baqaraning oxir qoidalari berildi. Uchinchi, ummatimdan Allohga hech narsani sherik keltirmagan kishiga uning barliq gunohlarining mag'firat qilish berildi. 386, 387, 388 hadislar. İbn Mas'ud radhiyallohu anhu Alloh taolaning ondan u asta-asta Muhammad alayhissalomga yaqinlashib tövanga sangildi. U payg'ambar alayhissalomga ikki yochoq miqdori yoki undan yuqoriroq yaqinlashdi. Uning ko'rganini dil inkor qilmadi, ya'ni rost ko'rdi. Shubhasizki, u Parvardigorning qudratini ko'rsatgan buyuk alomatlarni ko'rdi degan oyatlarni tafsir qilib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Jibril alayhissalomni uning o'z suratida ko'rgandir. Uning 600 qonsi bordir dedi. Buxoriy Muslim. Tirmiziyning rivoyatida uning ko'rganini dili inkor qilmadi, ya'ni rost ko'rdi degan oyatga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Jibril alayhissalomni osmon zamin oraliq kelgidek raf ipak ustida ko'rgandir dedi. Tirmiziyning Buxoriyning bir rivoyatida shubhasizki u Parvardigorning qudratini ko'rsatgan buyuk alomatlarni ko'rdi degan oyatga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam osmon ufuqlarining to'sidagi yeshil raf-rafni ko'rdi dedi. Sahih. 84. bab 389. hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu uning ko'rganini dil inkor qilmadi, ya'ni rost ko'rdi. Jibrilni haqiqatan ikkinchi qatim Sidratul Muntahaga daraxtning yonida ko'rdi degan oyat tafsir qilib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Jibril alayhissalomni uning o'z suratida ko'rgandir dedi. 390, 391, 392 hadislar. İbn Abbas radhiyallohu anhu uning ko'rganini dil inkor qilmadi, ya'ni rost ko'rdi. Jibrilni haqiqatan ikkinchi qatim Sidratul Muntaha daraxtining yonida ko'rdi degan oyat tafsir qilib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taoloni dili bilan 2 qatim ko'rdi dedi. Muslim Tirmiziyning rivoyatida Muhammad sallallohu alayhi vasallam Rabbini 2 qatim ko'rdi deyilgan. İkrimat Alloh taolo ko'zlar Allohni ko'rmaydi, Alloh ko'zlarni ko'rib turdi. Alloh bandalarga mehribondir, hammadan xabardardir degan tursa, Ibn Abbas radhiyallohu anhu sana voydir. U degan Alloh taolo o'zining nuri bilan tajalli qilgan bo'lsa degan bo'ladi. Ya'ni shu chog'da nurini ko'rishga qodir bo'lmaydi, lekin Alloh qudrat bilan ko'rdi. Shunga Muhammad sallallohu alayhi vasallam Rabbini 2 qatim ko'rdi dedi. Tirmiziy Sahih. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Men Parvardigorim azza va jallani ko'rdim." Ahmad Hakim. 393, 394, 395 ve 396 hadisler. Şöbi mundaqdaydı. İbn Abbas radhiyallohu anhu Arafat tağıda Ka'b radhiyallohu anhu görüşüp buningdan bir narsa to'g'risida so'raganda Ka'b radhiyallohu anhu tog'larni tang sado chiqarib javob berib ketganga qadar qattiq takbir aytib ketdi. İbn Abbas radhiyallohu anhu biz degan Hashim jamoatidan bo'lamiz. Ya'ni biz ilm ma'rifat ahli, biz mumkin bo'lmaydigan, iroq sanilgan narsani so'ramaymiz dedi. Ondan Ka'b radhiyallohu anhu Alloh taolo o'zining ko'rsatish bilan so'z qilishni Muhammad alayhissalom bilan Musa alayhissalomning oraliqida taqsim qildi. Musa alayhissalomga 2 qatim so'z qildi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Rabbini 2 qatim ko'rdi dedi. Masruq bundoq deydi: "Men Oysha radhiyallohu anhaning qashiga kelib Muhammad sallallohu alayhi vasallam Rabbini ko'rganmi desam, u sen shundoq cho'ng bir so'zni qilyaptingki, sochlarim buningga tushirib ketdi dedi. Men aldirmang, menga muhlat bering deb, shubhasizki u Parvardigorning qudratini ko'rsatadigan buyuk alomatlarni ko'rdi degan. Oyatni o'qisam, u bu oyat seni qayerga gapiryapti? U degan Jibrildir. Kim menga bundaq 3 ishning birini so'zlasa, u Allohga eng cho'ng bo'xtonchilik qilgan bo'ladi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Rabbini ko'rdi deb xabar bersa, yoki u buyurgan narsadan biror narsani ko'chirdi deb xabar bersa, yoki Muhammad sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo qiyomatning bo'ladigan vaqti to'g'risida bilim haqiqatan Allohning dargohidadir. Alloh yomg'irni o'zi belgilagan vaqtda va o'zi belgilagan joyga yog'diradi. Bachchilarning nima ekanligini, ya'ni o'g'ilmi, qizmi, bejirimmi, kamtikmi, baxtlikmi, baxtsizmi Alloh bildi.
Hech odam ati nima qildiganligini, ya'ni uningga nima ish bo'ldiganligini, yaxshi-yomon ishlardan nimalarni qildiganligini bilmaydi. Hech odam o'zining qayerda o'ldiganligini bilmaydi. Alloh haqiqatan butun ishlarni bilib turuvchidir. Shaylarning ichki va tashqi taraflaridan to'liq xabardordir. Sura Luqman 34-oyat. Degan 5 g'aybni biladi deb xabar bersa, undaq kishi eng cho'ng bo'htonchiqlagan bo'ladi. Lekin Muhammad sallallohu alayhi vasallam Jibrilni ko'rgan edi. Uni faqat o'z suratida 2 qatimli ko'rgan. Bir qatim Sidratul Muntahoga daraxtning yanida ko'rgan. Yana bir qatim Ajiya degan joyda ko'rdi. Jibrilning 600 qanoti bor bo'lib, bir qanoti ufqni to'silatdi dedi. Ondan men unga menga aldirab ketmay muhlat bering. Undaq bo'lsa Alloh taolaning ondan u asta-asta Muhammad sallallohu alayhi vasallamga yaqinlashib tuvanga sangiladi. U payg'ambar alayhisolamga 2 yochoq miqdori undan yuqoriroq yaqinlashdi degan oyatlar qayerda qoldi desam, bu menga u degan Jibrildir. Jibril alayhissalom Muhammad sallallohu alayhi vasallamga arishning surati kelatdi. Her kishining surati kelatdi. Bu qatim o'z surati kelgandir. Jibrilning 600 qanoti bor bo'lib, bir qanoti ufqni to'silatdi. Sen Alloh taolaning bunu oyatlarini anglamadingmi? deb yuqori so'zlik dalil keltirdi. Ko'zlar Allohni ko'rmaydi. Alloh ko'zlarni ko'rib turadi. Alloh bandalarga mehribondir, hammadan xabardordir. Alloh har qanday odamga faqat vahiy orqali yoki farz orqali yoki bir payg'ambarni avatib o'z bilan uning xohlagan vahiyini qilishga so'z qilgan. Alloh haqiqatan maxluqlarning sifatlaridan ustundir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Bu Allohni ko'rmaganning dalili. Ey payg'ambar, Parvardigoring tarafidan sana nozil qilgan ahkomlarning hammasini yetkazgan. Agar to'liq yetkazsang, Alloh topgan vazifani ado qilmagan bo'lasan. Alloh seni kishilarning ziyonkashligidan saqlaydi. Alloh haqiqatan kofir qavmni hidoyat qilmaydi. Bu yashirmay to'liq yetkazganning dalili. Allohdan bo'lak osmonlardagi va zamindagilar g'aybni bilmaydi. Ular ya'ni xaloyiq qachon tirilganligini bilmaydi. Bu g'aybni bilmaslikning dalili. Agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biror narsani yashirsa, albatta o'z vaqtida sen Alloh ne'mat bergan, sen inom qilgan kishiga xotiningni nikohingda tutqin, Allohdan qo'rqin deding. Alloh oshkorlamoqchi bo'lgan narsani ko'nglingda yashirding. Kishilarning ta'yin qilishdan qo'rqding. Allohdan qo'rqishing eng haqiqiy. Mo'minlarga ularning bola qilib olgan o'g'illarining qo'yib bergan xotinlarini nikohlab olsa gunoh bo'lmaslik uchun Zaynabni Zayd qo'yib etgandan keyin sana nikohlab berdik. Allohning sening Zaynabni elishing to'g'risida cho'qim o'rinlandi degan oyatni yushiratdi dedi. Buxoriy, Muslim, Tirmiziy to'plagan. 85-bob. Fi qawlihi alayhissalam nurun anni arahu va fi qawlihi ra'aytu nuran. 397-hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Rabbillari Allohni ko'rdilimi deb so'rasam, Rasululloh u zot nurdur, bir ismi nurdur. Men Allohni, ya'ni zotini qandoq ko'ra olayman dedi. Ya'ni nurni ko'rgan. Allohning ijobi nurdur. Allohning nurini ko'rsa sizning qandoqroq ko'ra? Muslim to'plagan. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Men Parvardigorim azza va jallani, ya'ni Rabbimni ko'rdim. Ahmad to'plagan. Hakim to'plagan bir hadismi? Men Rabbimni ko'rdim deyilgan. Bu tafsir Jalolaynda bor. Boshqa hadislarda ko'rdim, eng go'zal ko'rdim degan xeli kengdir. Alloh qodirdir. Bu yuqorida o'tdi. To'g'ri. Oysha radhiyallohu anha ko'rdi desa bo'xtonjab bo'lgan bo'ladi dedi. Biz ko'rdi demidik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zi ko'rdim dedi. Ondan biz oyat, hadislar bilan Alloh qodirdir, ko'rsatadi. Allohning o'xshashi yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'ribdi dedik. Ham shaksiz ishondik. Allohning o'xshashi yo'q. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu hadisdagi maqsad tushida emas, unda uyg'oq turib ishonishki ko'zi bilan ko'rgandir. Dilida tushida ko'rganlikda ixtilof yo'qdir. To'g'risini Alloh o'zi bildi. Allohning o'xshashi yo'qdir. Alloh bizlarga qiyomat kuni jannat jamoani ko'rsatgay. Amin. 398-hadis. Abu Zar radhiyallohu anhudan men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Rabbilari Allohni ko'rdimmi deb so'rasam, Rasululloh men nurni ko'rdim dedi. 86-bob. 399-401-hadislar. Abu Musa radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aramizdan mundaq bahsini deb turdi. Haqiqatan Alloh uxlamaydi. Uxlashmi Allohga loyiq emas. Alloh rizqini goh past, goh egiz qilib turadi. Ya'ni kengri yoki tor qilib turadi. Ba'zi kishilarga rizqini kengri berish bilan, ba'zilarga tor qilib, oz berish bilan ularning iymonini saqlaydi. Allohning dargohiga kechining amallari kunduzning amallaridan burun, kunduzning amallari kechining amallaridan burun o'rlaydi. Osmonga ko'tariladi. Allohning ijobi, ya'ni maxluqlarni asraydigan pardasi yana nurdir.
Agar u nur pardini eshib ko'tarsa, ya'ni ko'tarsa, albatta Allohning didorining nuri o'z maxluqlaridan ko'zi yetgan, ko'rgan narsalarning hammasini ko'ydirib o'tadi. Muslim ibn Majah to'plagan sahih. Allohning bir ism sifati nurdir, pardisi nurdir. Allohning o'xshi yo'q. Allohning jamoli yuz ko'zi o'ziga loyiq ravishda bordir. Hergiz o'xshi yo'q. Alloh va elchisi bor dedi, bordir. Uni o'zgartmaymiz. Xato ta'vil, xato tushuncha, xato tafsir qilmaymiz. Aql bu masalada hergiz to'g'risini bilolmaydi. Faqat Qur'on sahih, hatto mutawatir hadis bo'lishi lozim. Mizon bo'lsa o'xshi yo'q deyishdir. Bu hadisdan Alloh bandalarni ayab, asrab, sinab, oxiratda mukofot berish uchun, texim sig'indirish uchun pardani ochmaydi. Bu dunyoda ko'rinmaydi, ammo oxiratda Allohni mo'minlar ko'radi. Buningga oyat, sahih, mutawatir hadislar bordir. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim 1-qism 87-bob. Müminlərinin axirətdə Rəbbini görüşü toğrusida. 402-ci hadis. Əbu Musa radiyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Həqiqətən bir mümin üçün cənnətdə alahidi birdən kiçik avaq göhər, zəbərcətdən yasalğan çadır bar bulub, uzunluğu 60 mildir. Mümin üçün o çadırның hər bir bulunlarında əhli ayallar bar. Mümin onlarını tavab ziyaret qılıb durdu. Lekin o əhliler bir-birini görəlməydi. İki cennet gümüştün bulup, ularının qaçısı içidiki nərslərimi gümüşdür. İki cennet altından bulup, qaçıları onun içidiki nərslərimi altındındır. Cennet ədindiki qavimlər bilən ularının pərverdigarı qarab duruşarıqda, fəqət Allah'ın ululuq cemalı layiq ridası vardır. Kattılıqla bardır. Yani ular Allah'ını görələydi. Allah'ın oxuşu yox. Muslim diskisi 570. hadis, Buxari 501. hadis, Tirmizi 2952. hadis, Ahmet 18850. hadis. 403-404 hadis. Suayb radiyallahu anhudan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Cennet ehli cennetga kirib bo'lganda Alloh ularga sizlarga biror narsani ziyoda ortiq bo'lishini xohlamsizlar deydi. Ular yuzlarimizni oq nurliq qilmadilimi, do'zaxdan qutqizib jannatga kirgizmadilimi, yana qandoq mukofot u deydi. Ondan Alloh pardini ko'taradi. Ular Allohning yuziga jamoli qaraydi. Ularga Parvardigori Alloh qarashini suyimlik bir narsa berilmaydi. Ondan yaxshilik qilgan, yaxshi amallarni qilgan muhsinlarga yaxshilik, ya'ni jannat ve ziyoda mukofot, ya'ni Allohning didori jamoli berildi degan oyatni o'qidi. Muslim Tirmizi to'plagan sahih. Sahihning 521-si. 88-bob. Müminlərning oxiratda Rabbini qanday ravishda ko'rishini bilish to'g'risida. 405 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu, Abu Said radhiyallohu anhulardan ular ey Allohning elchisi, biz qiyomat kuni Rabbimizni ko'ralamdiq deb so'raganda Rasulullah sallallohu alayhi vasallam mundaq degan. Sizlar bulut yo'q, havo ochiq chog'da 15 kunlik to'lin oyni yoki quyoshni ko'rishni shart qilib, yatalash jidal majra qilamsizlar? Yo'q. Sizlar ana shuningdek Rabbinglarni qanib ko'rsizlar, ro'shan ochiq ko'rsizlar. Lekin Allah'ın o'qishi yo'qdir. Alloh taolo kishilarni to'plab tirildirib qo'parganda, kim nimaga ibodat qilsa, u shu narsaga ergashsin deydi. Quyosh cho'qinganlar quyoshqa, oyga ibodat qilganlar oyga ergashidir. Har xil butlarga ibodat qilganlar butga ergashidir. Faqat mushu ummat qilib qoladi. Ularning ichida munofiqlar bordir. Ondan Alloh ular Allohni taniydigan suratdan boshqa suratga keladi. Men sizlarning Rabbinglar desa, ular Allohga sig'inib sendan panoh tilaymiz. Biz Allohga hech narsani shirik keltirmaymiz. Bu bizning o'rnimizdir. Rabbimiz bizga kelgan qadar biz mushu joyda turamiz. Rabbimiz kelsa, biz uni obdan taniymiz. Chunki uning o'qishi yo'q, ham alomat bordir dedi. Deydi. Ondan Alloh ular taniydigan o'z suratiga keldi. Men sizlarning Rabbinglar bo'laman deydi. Ular shundoq, sizlar bizning Rabbimiz deb Allohga ergashadi. Bu hadis Sura Fajrning 23-oyatidagi Parvardigoring kelgan va farishtalar saf-saf qilib kelgan chog'da degan oyat tafsirdir. Allohning o'qishi yo'qdir. U qodirdir. Ondan jahannamning ustiga sirat ko'rib qo'yiladi. Payg'ambarlardan ummati bilan siratda o'tgan kishining tunjisi men bo'laman. Shu kuni payg'ambarlardan boshqa hech kishi so'z qilolmaydi. Payg'ambarlarning so'zi bo'lsa, ey Alloh, salomat qilsla deyish bo'ladi. Jahannam ichida sirat ko'rikdan sa'dan sho'x tikanlardek sho'xliq, tikanlik ilmak bor bo'lib, uning cho'nliqining miqdorini faqat bir Alloh o'zi biladi. U kishilarni amallariga qarata ilib oladi.
Ulardan ba'zi amalları sebepli bütünlüğü yalak buludu. Ulardan ba'zi yıkılıp kopup yardar bulup ondan icad buludu. Allah Taala bendiler arasında hüküm kılıştın para bolganda, öz rahmet fazlı bilen dozaqdan öz irade kılgan kişilerini çıkarsın irade kılganda, ferişlerini la ilahe illallah, Allah'tan başka bir hak ilah yok diyen kişilerden Allah'a hiç narsani şerik keltirmeyen kişilerini dozaqdan çıkarış buyuruyordu. Ularni ferishtalar sajdasidan tunib do'zaxdan chiqaradi. Alloh do'zaxda ularning sajdalarini ko'ydirib yetishni harom qilgan edi. Ular do'zaxdan chiqqanda qattiq kuyib ketgan edi. Ularning ustiga nahrul hayotning suvi qo'yiladi. Ularning jasadlari xuddi sal ko'tarilib kelgan loyda don ungandek unib chiqadi. Ondan Alloh taolo bandalar orasida hukm qilishdan farq bo'ladi. Faqat do'zax bilan jannat o'rtasida, do'zaxdan chiqadigan jannatga kirishda eng oxir bo'lgan kishi qoladi. Uning yuzi do'zax tarafga oldin qildirilgan holda o't uskunisida kuyib turardi. U mundoq deydi: "Ey Alloh, haqiqatan do'zaxning puroqlari men qattiq azor berib, meni bek qiynayapti. Yolqin uchilari yuzimni kuydirdi. Mening yuzimni do'zaxdan boshqarib ko'rasan" deydi. Alloh uningga: "Agar sen undoq qilib berilsa, uningdan boshqasini so'rashing mumkin" deydi. U banda izziting bilan qasamki, uningdan boshqa narsa so'ramayman deb misoq to'xtam berdi. Allah onun yüzünü do'zaxdan çevirdi. O jannatga oldini qilib, uning go'zalligini, uning ne'matlarini ko'rib, Alloh xohlagan muddatda turib, ondan mundoq deydi: "Ey Rabbim, meni jannatning eshigi oldiga olib qo'ysang." Alloh uningga: "Sen avval so'rganingdan boshqa so'ramaslikka to'xtam bermaganmi?" desa, u: "Ey Rabbim, men bandalaringning shaqiy jafokashlar bo'lmasam" deydi. Alloh uningga: "Agar shuni sana bersam, sen uningdan boshqa yana so'raysan" deydi. U: "Izzeting bilan qasamki, uningdan boshqa narsa so'ramayman" deb nurg'un ahda to'xtamlarni qasamlarni berdi. Allah uni jannatning eshigi oldiga olib qo'ydi. Bu jannatning eshigining oldiga yetganda, jannatning va uning ichidagi xushalliq, nazimatning go'zalligini, baxtini ko'rganda, Alloh xohlagan vaqtgacha ahdining hijil bo'lib ishlab turitib, ondan yana mundoq deydi: "Ey Rabbim, meni jannat ishiga kirgizsang." Alloh uningga: "Ey odam bolasi, voy sana, sen nima degan xiyonatchi, to'la ahdini buzg'uchi, sen uningdan boshqa so'ramaslikka ahd bergan-g'o" deydi. Banda: "Ey Rabbim, meni maxluqlarning shaqisi, jafokash azoblarini qilmasang" deydi. Alloh undan kulib ketib, jannatga kirishga ruxsat qiladi va xohlaganini arzu qil, so'ra deydi. Uning barliq arzu-armonlari intihosiga yetib, tugaganda Alloh uning ziyoda qil, ondan so'rag'in, mal so'rag'in deb bir-birlab tepirdi. Uning barliq arzu-armonlari oxirlashgan qadar eslatadi. Ondan Alloh uningga: "Sana shu va uning o'xshash o'rnasi berildi" deydi. Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Ahmadlar to'plagan sahih. 407 hadis. Abu Hurayra, Abu Said radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Biringlarning jannatdagi martabasining eng tuvini uningga xohlaganini arzu qil" deb so'ra deydi. U arzusini qo'ymay so'raydi, yana so'raydi. Uning barliq arzu-armonlari intihosiga yetib tushganda Alloh uningga: "Ziyoda qil, ani so'rg'in, mani so'rg'in" deb bir-birlab deb berib, uning barliq arzu-armonlari oxirlashgan qadar eslatadi. Ondan Alloh uningga: "So'rab bo'ldingmi?" desa, u "Ha" deydi. Alloh sana shu va uning o'xshidek u nasib berildi deydi. Bayhaqi, Ahmad, Muslim. 408-409 hadislar. Abu Said, Abu Hurayra radhiyallohu anhudan kishilar: "Biz qiyomat kuni Rabbimizni ko'ralamdik" deb so'raganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Sizlar havo supsuzuk, bulut bo'lmagan tushda quyoshni ko'rishdan shakka bo'lamsizlar. Sizlar havo suzuk, bulut bo'lmagan kishilarda 15 kunlik to'lin oyni ko'rishdan shakka bo'lamsizlar." Ular yo'q deganda, "Sizlar faqat qiyomat kuni Allohning ko'rishda xuddi shu oyni yoki quyoshni ko'rish shakka bo'lganinglardek shak bo'lib qolasizlar. Ya'ni Allohni ko'rishda shakka bo'lmanglar, ro'shan qilib ko'rsizlar. Qiyomat kuni bo'lgan chog'da bir muazzin, shakarchi har bir ummat o'z ibodat qilib turgan narsaga deb to'laydi. Allohning g'ayriga, toshqa, butqa va boshqa narsalarga cho'qilganlar birsimi qolmay do'zaxga tushib ketadi. Toki ulardan Allohga ibodat qilgan yaxshi-yomon kishilar, solih va fosiqlar va Yahudi nasoralar qilib qilganda Yahudilar chaqirtilib, ularga sizlar nimaga ibodat qilibsizlar deyildi. Ular: "Biz Allohning o'g'li Uzayrga ibodat qilib" deydi. Ularga yolg'on so'zladinglar. Alloh xotin olg'ini yo'q, bola tuqqani yo'q, Allohning ayoli bolasi yo'q. Alloh uningni pok deyilib, sizlar nimani talab qilsizlar deb so'raydi. Ular: "Ey Rabbimiz, biz bak qisab ketdik. Bizni sug'arsang" deydi. Ularga: "Oq suv bor ko'lga suv ichib bormamsizlar" deb ishorat qilinadi. Ular do'zaxga to'plashadi. U garchi ba'sini yeb ketadigan o't bo'lsin, ularga cho'llik sarab suvdek ko'rinadi. Ondan ular do'zaxga tushib ketadi. Ondan nasoralar chaqirilib, ularni sizlar nimaga ibodat qilibsizlar deyiladi. Ular: "Biz Allohning o'g'li Aysoga ibodat qilibdik" deydi. Alloh ulardan pokdir.
Ularga sizler yalgan sözlüğünler, Allah'ın balısı yok, çünkü ayali yok, çünkü okşu yok, o Halık Allah'tır deyilip, andın ularga sizler nemin talep kılısılar dep soruludu. Ular, ey Rabbimiz, biz bek ıssap kettik, bizni soğargan bolsan deydi. Ularma ahirete dozaq taşlandı. Dozaqdan suğumuki dep sekreydi. Andın fakat Allah kılı ibadet kılgan yaxşı yaman kişiler kılganda ularga Allah Taala Baganda ularga Allah Taala ular ko'radigan surat ko'rinishning eng adna tönünde yana boshqa bir surat kelib, yana o'ziga loyiq ravishda kelib, sizlar nimani saqlab intizor bo'lyapsizlar? Hamma ummat o'z ibodat qilgan narsaga yashib ketdi, sizlar nima deb qoldinglar deydi. Ular, ey Rabbimiz, biz u kishilardan u dunyoga chog'dimi turib ayrilib ketib, ular bilan amr bo'lmagan deydi. Andın Allah Taala mana men sizlarning Rabbinglar bo'laman deydi. Ular Allohga sig'inib sendan panoh tilaymiz. Biz Allohga hech narsani sherik keltirmaymiz deb uch qatim shundoq deb ketdi. Hatta ularning ba'zi ya'ni eliq fajir fasiqlar orqasiga chekinib, yenib ketgan tas qoladi. Andın Allah Taala sizlar bilan Rabbinglar orasida sizlar taniydigan biror belgi alomat bormi deb so'raydi. Ular bor, uning o'xishi yo'q, uning o'ziga loyiq ravishda bor bo'lgan parcha bor, u parchani ochidi. Bu ig'ir mushaqqatni ko'taradi deydi. Andın Allah Taala o'ziga loyiq ravishdagi o'xishi yo'q parchani ochidi. Mushaqqatni ko'taradi. Andın öz nefsi tarafdan chin dilidan xohlab Allohga sajda qilganlarga Allah sajda qilishga izni ruxsat qiladi. Ular sajda qiladi. Allohga bu niyatga chog'da riyo qilib o'ziga yetadigan musibatdan qo'rqib sajda qilganlarning uchisini Alloh taolo birla quvvat nasib qilib qo'ydi. U egilmas tuzilib birla narsa bo'lib qoladi. Har qachon sajda qilishni iroda qilsa, o'ngsiz qilib tushib sajda qilolmaydi. Andın secde kılgan müminler beşini götürse Allah Teala özgü layık ravishga o'xishi yo'q so'rtib turdi. Ular Allohni tunji qatim ko'ralaydi. Andın Allah Teala mana men Rabbinglar deydi. Ularma rost sizlar bizning Rabbimiz deydi. Andın cehennem ustiga sirat ko'ylak qo'yiladi. Shafaat durust bo'lib tushidi. Andın har bir payg'ambar va mu'minlar ey Allah Teala salomat qilsa, ey Allah salomat qilsa deb turdi. Chunki sirat ko'rki qildan inchga, qilishdan kichikdir. Ular sirat ko'rik degan nima? U qandoq bo'ladi deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sirat ko'rik bo'lsa, qadamlar tayilib, qaror elib tura olmaydigan tayliqoq, qildan inchga, qilishdan ikki ko'rik bo'lib, uningdan nurg'un ilmek, qamoq ilmeklar bor. Uchtom ko'tik inchga ilingan narsa oson tushib ketmaydigan Najid degan joyga Sa'dan deyiladigan sho'x tikanga o'xshash. Sho'x tikanlar bor, qo'rqinchli ko'rikdir. Müminler onundan çakmak sizikit gözünü yumup açıkça xuddi çakmak nurudek sizi ötüp ketidi. Ba'zi shamaldek, ba'zi sho'ngqishdek, ba'zi tez, chapqur noch atdek, ba'zi karvon to'gisdek ötüp ketidi. Buningdan salomat qutulganlar bor, yorilinib, yordar qilinib, ondan qo'yib berilganlar bor. Jahannam o'ti ichiga yuzi tashlanib, tushib ketadiganlarim bor. Hatto müminler do'zaxdan qutulib xalos topganda, Allah bilan qasamki, qiyomat kuni do'zax ishlarni uchun Mümin qarindashlar uchun Allohda ularni haqqini to'liq berishga do'zaxdan qutulish talab qilishida sizlarda qattiq ching turib talab qilgan birorta kishi yo'q. Sizlar ya'ni mu'minlar shu chog'da munoq deb talab qiladi. Ey Rabbimiz, ular biz bilan birga ro'za tutdi, namoz o'qiydi, haj qiladi. Ularni do'zaxdan qutulsalar. Ondan ularga do'zaxdan sizlar tonigan kishilarni qutulib elib chiqinglar deyiladi. Ularning suratlari do'zax o'ti harom bo'lib, o't ko'ydirilmaydi. Ular nurg'un xalqlarni elib chiqadi. Ular Ot ularning pachiqning yaramog'icha tizig'icha ko'ydirgan edi. Ondan ular ey Rabbimiz sizlar bizni elib chiqishga buyurgan kishilardan hech kishi qolmadi deydi. Alloh taolo qaytib beringlar. Qalbida bir dinar miqdorida iymon, yaxshilik bor kishilarni topsanglar, ularni do'zaxdan elib chiqinglar deydi. Ular yana nurg'un nihoyat ko'p xalqlarni do'zaxdan chiqarib, ey Rabbimiz, sizlar bizni buyurgan kishilarni hech kishini qoldirmay do'zaxdan chiqarib bo'ldik deydi. Ondan Alloh taolo yana qaytib beringlar. Qalbida yarim dinar miqdorida yaxshilik bor kishilarni topsanglar, ularni do'zaxdan chiqaringlar deydi. Ular yana nihoyat ko'p kishilarni do'zaxdan chiqarib, ey Rabbimiz, sizlar bizni do'zaxdan chiqarishga buyurgan kishidan hech birini qo'ymay chiqarib bo'ldik deydi. Ondan Alloh taolo ularga yana qaytib beringlar. Qalbida zarrachilik miqdorida yaxshilik, iymon bor kishilarni do'zaxdan chiqaringlar deydi. Ular intayin ko'p xalqlarni do'zaxdan chiqarib, ey Rabbimiz, endi biz do'zaxda qat'iy yaxshilik, iymon degan narsa qoldirmadik deydi. Alloh taolo farishtalar, payg'ambarlar, mu'minlar shafaat qilib bo'ldi. Endi rahim qilsaning rahim, shafqat qilg'ushiroq bo'lgan men qoldim deb do'zaxdan o'ziga loyiq o'qish yo'q qo'l bilan changallab, qat'iy yaxshilik qilib boqmagan nurg'un qavmlarni chiqaradi. Ular kuyib qora ko'mirga aylanib ketgan edi.
Ularni jannatning ishik og'izidagi nahrlayat gen üstüne taşlaydı. Andın ularning jasadlari xuddi sel ko'tarilib kelgan loyda dallar unib chiqqandek unib chiqadi. Bunga qaramamsizlar. Tashdagi ya daraxt yanidagi quyoshga yaqinroq bo'lgani sariq yeşil bo'ladi. Soat unigina bo'lsa oq bo'ladi. Ana shuningdek ularning jasadlari unib chiqadi. Keyin go'hardek bo'lib ketadi. Ularning bo'yin gavdalarida mehr besilgan tonglar bo'lib, jannat ahli ularni toniyalaydi. Ularni Alloh taolo do'zaxdan ozod qilib jannatga, ular qilgan amalsiz ilgir taqdim qilgan yaxshiliklarga kirgizgan. Allohning ozodkorlaridir. Ondan Alloh taolo ularga jannat kiringlar. Jannatda sizlar ko'rgan narsalar sizlarning bo'ladi deydi. Ular ey Rabbimiz, siz bizga olamlardan hech kishiga bermagan narsalarni ato qildilar deb dedi. Jamiyatda ular eng to'yin darajada. Ondan Alloh taolo ularga sizlar uchun mening nazdimda o'ngdim afzallik mukofot bor deydi. Ular ey Rabbimiz, qaysi narsa bundan afzal bo'lsin deydi. Alloh taolo bu bo'lsa mening sizlardan rozi bo'lishim bo'lib, men sizlarga bundan keyin menga g'azab qilmayman deydi. Allohning roziligi rostida jannatdan buyukdir. Buxoriy, Muslim, Ahmad, Bayhaqi va boshqa to'plam. Hadisning muhim nuqtalari. Birinchi, mo'minlar qiyomat kuni ham jannatda Allohni ko'ralaydi. Bu katta mukofotdir. Har bir ummat o'z ibodat qilgan cho'qingan narsaga ergishib do'zaxga tushadi. Ikkinchi, hatto Yahudi nasoralarmi do'zaxga tushadi. To'rtinchi, Allohning ayoli bolasi yo'qdir, o'xshash yo'qdir. Beshinchi, mo'minlar ulardan ayrilib qoladi. Oltinchi, ularga Alloh o'ziga loyiq o'xshashi yo'q eng go'zal jamol bilan o'zini ko'rsatadi. Yettinchi, riyoxo'r munofiqlar sajda qilmaydi. Sakkizinchi, do'zax ustiga sirat ko'rigi qo'yiladi. To'qqizinchi, bu qildan inchga qilishdan ikki uning sho'x tikan ilmaklar bordir. 10. Mo'minlarning ba'zi chaqmoqsizligida, ba'zi bo'lsa ost o'tib ketadi. Hatto do'zaxga tashlanganlar bor. 11. Farishtalar, payg'ambarlar, mo'minlar shafaat qilib, qalbida zarrachilik iymoni, yaxshilik bor kishilarni do'zaxdan chiqaradi. 12. Alloh taolo rahmat fazli bilan do'zaxdan nurg'un qavmlarni changallab chiqarib qilish yaxshiliksizlar jannatga kirgizadi. Chunki bu o'zining xolig'ini rahmat fazlidir. 13. Allohning o'ziga loyiq tatliligiga, ulug'ligiga loyiq o'xshi yo'q. Qo'li bordir. 14. U ozodgardilar nahrul hayotda qayta hayotga erishib, jasad tallar asli keladi. Ularning gardallarida muhr tomoq besiladi. 15. Alloh taolo jannatni bergandan keyinmi o'z roziligini ato qiladi. Allohning roziligi jannatdimi afzal va buyukdir. Ey Alloh, bizga jamollarini va roziligini ato qilsin. Amin.